O'zbekistonga chetdan keladigan pul rekord darajaga chiqdi. Rossiyaga vizasiz kirishda yangi talab joriy etiladi. Olgan porasini qaytarayotgan mansabdor ushlandi. 2 milliard jarimani 200 million qilib bermoqchi bo'lganlar ushlandi. Paynet niqobi ostidagi kazino fosh bo'ldi. Markaziy Osiyodagi eng yirik fintech kelishuvlardan biri bo'lishi kutilgan Click va Qozog'istonning Xalq banki bitimi amalga oshmay qoldi. Toshkent-Xiva yo'nalishida tezyurar poyezd 2-maydan qatnay boshlaydi. Bir kunda Toshkentdan 500 mingdan ortiq avtomobil chiqib ketdi. Endi soliqdan qarz bo'lsangiz elektrga to'la olmaysiz. Yaqin Sharqdagi keskinlik O'zbekistonda benzin narxi oshishiga olib keldi. Bu qisqa anons edi. Oldinda so'nggi 7 kun ichida qayd etilgan eng muhim jinoiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Hafta davomida sodir bo'lgan, ammo videoda keltirilmagan boshqa muhim yangiliklar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Tenderni olib berish uchun pora talab qilindi. Jizzaxda elektron doskalar xaridi bo'yicha tenderda g'olib chiqish evaziga 85 million so'm talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Aniqlanishicha, pulning 30 million so'mi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimiga berilishi kerak bo'lgan. U ham pulni olayotgan vaqtida ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentda soliq inspektori pora bilan ushlandi. Toshkent viloyati Bo'ka tumani soliq inspeksiyasi bosh inspektori fermer xo'jaligining 165 million so'mlik soliq qarzdorligini to'lash muddatini uzaytirib berish evaziga 10 million so'm talab qilgan. Tezkor tadbirda u pulni xizmat xonasida olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Samarqandda Paynet niqobi ostida ishlagan kazino fosh etildi. Ichki ishlar o'tkazgan tadbirda 1998-yilda tug'ilgan, avval 2 marta sudlangan shaxs hamda uning 2000, 2003 va 2004-yillarda tug'ilgan 3 nafar sherigi qo'lga olindi. Ular 2025-yil dekabrdan beri mijozlarga onlayn kazino platformalariga kirish imkonini berib, buning evaziga pul olgan. Tintuv vaqtida 43 million so'm va 4 ming dollar musodara qilindi. Maskanda 18 nafar mijoz bo'lgani aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yo'l qurilish loyihasi bo'yicha korrupsiya aniqlandi. Uzyo'l ko'prik klasterining Qoraqalpog'iston filialidagi mansabdor shaxs yaqin tanishlari orqali yo'l qurilish loyihasining 5 kilometr ish hajmini olib berish evaziga 10 ming dollar talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati o'tkazgan tezkor tadbirda u pulni olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda olgan porasini qaytarayotgan mansabdor ushlandi. Yunusobod tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi profilaktika bo'limi inspektori Olmazor tumanidagi xususiy klinika rahbaridan 6,5 million so'm olgani aniqlangan. U yong'in xavfsizligi bo'yicha ijobiy xulosa qilib berishni va'da qilgan. Biroq inspektor va'dasini bajarmagan va turli bahonalar bilan cho'zgan. Shundan so'ng fuqaro pulni qaytarishni talab qilgan. Tezkor tadbirda u pulni olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2 milliard jarimani 200 million qilib bermoqchi bo'lganlar ushlandi. Energosavdo filiali muhandisi elektrdan noqonuniy foydalanish holati bo'yicha 1.8 milliard so'mlik jarimani 210 million so'mga kamaytirib berishni va'da qilib, evaziga 10 ming dollar so'ragan. Tezkor tadbirda u pulning 9 ming dollarini 3-shaxs orqali olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Toshkentda salkam 10 milliard so'mlik noqonuniy kripto savdo bilan shug'ullanganlar ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, iki yigit hech qanday litsenziyasiz yarim yil ichida qariyb 800 ming dollar miqdoridagi mablag'ni noqonuniy aylantirgan. Tezkor tadbir davomida ulardan 22 ta telefon, 229 ta bank kartasi va maxsus kompyuter qurilmalari ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentda ijaradagi uylarni sotgan firibgarlar qo'lga olindi. 5 kishilik guruh uylarni ijaraga olib, soxta hujjatlari orqali boshqa odamlarga sotib kelgan. Ular Mirobod tumani Nukus ko'chasida joylashgan 95 kvadrat metr xonadonni kvadrat metrini 1300 dollardan hisoblab og'zaga kelishuvga erishgan. Uyni 110 ming dollarga sotayotgan vaqtida ushlangan. Guruh a'zolariga nisbatan firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olingan. Namangan va Samarqandda yaroqsiz dorilar savdosi fosh etildi. Tezkor tadbirlarda minglab sifatsiz va muddati o'tgan dori vositalari aniqlanib, musodara qilindi. Namanganda 57 mingdan ortiq kontrafakt dorilar, Samarqandda esa 14 mingdan ziyod yaroqsiz preparatlar saqlanayotgani aniqlangan. Holatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
Bir kunda Toshkentdan 500 mingdan ortiq avtomobil chiqib ketdi. 19-mart kuni Ramazon hayiti munosabati bilan e'lon qilingan dam olish kunlari arafasida poytaxtdan viloyatlarga yo'nalgan transport oqimi keskin ortdi. Bir sutka davomida Toshkentdan 500 mingdan ziyod avtomobil chiqib ketgan. Yo'llarda harakat intensivligi yuqori bo'lgani sababli haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilish va tezlik me'yorini oshirmaslik so'ralmoqda. Toshkentda ichimlik suvi vaqtincha o'chiriladi. 30-martdan 12-maygacha suv tarmoqlarida profilaktika va ta'mirlash ishlari boshlanishi sabab ayrim hududlarda suv bosimi pasayadi yoki vaqtincha o'chiriladi. Suv o'chirilgan hududlarga maxsus suv tashuvchi mashinalar yuborilishi ma'lum qilindi. Aynan qaysi sanada qayerda suv o'tishini Tenguz News Telegram kanalidagi ro'yxatda o'qishingiz mumkin. Toshkentda isitish mavsumi yakunlanmoqda. 24-martdan boshlab issiqlik ta'minoti bosqichma-bosqich o'chiriladi. Qaror iliq ob-havo va isitishga ehtiyoj kamaygani bilan izohlanmoqda. Grantda o'qiganlar uchun 3 yil ishlab berish talabi bekor qilinishi mumkin. Tegishli qaror loyihasiga ko'ra, endi majburiy ishlab berish muddati yagona 3 yil emas, balki yo'nalishdan kelib chiqib alohida belgilanadi. Shuningdek, bitiruvchilarni ishga taqsimlash tartibi qayta ko'rib chiqiladi. Ayrim tushunchalar soddalashtirilmoqda. O'zgarishlar kadrlarni mehnat bozori ehtiyojiga mosroq tayyorlash va taqsimlash tizimini yaxshilashga qaratilgan. Rossiyaga vizasiz kirishda yangi talab joriy etiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi xorijliklar tashrifi haqida oldindan xabarnoma yuborishni majburiy qilishni taklif qilmoqda. Bu tartib 2025-yildan sinov tariqasida ishlayotgan bo'lib, endi majburiy etilishi kutilmoqda. Shuningdek, 2028-yildan migratsiya kartalarini bekor qilish va barcha ma'lumotlarni elektron tizimga o'tkazish rejalashtirilgan. Rossiya migrantlar farzandlari uchun ham yangi talab joriy qildi. Tegishli qonun loyihasiga ko'ra, migrantlarning farzandlari 18 yoshga to'lgach 30 kun ichida Rossiyani tark etishi yoki ishlash uchun patent rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Aks holda ularning mamlakatda qolishi noqonuniy hisoblanadi. Shuningdek, har bir farzand uchun oldindan soliq to'lovi joriy etilishi ham taklif qilinmoqda. Toshkent-Xiva yo'nalishida tezyurar poyezd 2-maydan qatnay boshlaydi. Hyundai Rotem poyezdi soatiga 260 km tezlikda yuradi va 7 vagondan iborat. Yangi qatnov ishga tushirilishi bilan Toshkent-Xiva yo'li 14 soatdan 7 soatgacha qisqarishi kutilmoqda. Oynalari qoraytirilgan oq rangli tarkib O'zbekiston bayrog'ini eslatuvchi moviy, yashil va qizil rangli chiziqlar hamda Jaloliddin Manguberdi yozuviga ega. Poyezdning uzunligi 175 metrni, sig'imi esa 3 ta VIP, biznes va ekonom toifalarda 390 nafarga yaqin yo'lovchini tashkil etadi. Samarqandga 150 ta yangi elektrobus olib kelinadi. Ularni xarid qilish uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan 120 million dollar jalb etish rejalashtirilgan. Natijada yoqilg'i sarfi 32 ming litrga, zararli gazlar miqdori esa 27 tonnaga kamayishi kutilmoqda. Loyihaning birinchi bosqichida hududga 49 million dollar evaziga 100 ta elektrobus olib kelingan edi. 16-martdan ipoteka kreditlari uchun subsidiyaga arizalar qabul qilinishi boshlandi. Subsidiyadan foydalanish uchun ariza beruvchi ijtimoiy mezonlari asosida kamida 30 ball to'plashi, kredit tarixi bank talablariga mos bo'lishi hamda uning yoki turmush o'rtog'i nomida mamlakat bo'ylab turar joy bo'lmasligi kerak. Arizalarni Davlat xizmatlari markazlari, MyGov mobil ilovasi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali topshirish mumkin. Klik bilan yirik bitim amalga oshmadi. Qozog'istonning Xalq banki Klikning 49% ulushni 176 million dollarga sotib olishi rejalashtirilgan edi. Biroq bitim muddati yakunlanib, kelishuv amalga oshmay qoldi. Bu haqda Xalq bank aksionerlari yig'ilishida ma'lum qilindi. Bu Markaziy Osiyodagi eng yirik fintech kelishuvlardan biri bo'lishi kutilgan edi. Shuningdek, Klik Tenge bankning 49% ulushni sotib olishi ham rejalashtirilgan edi. Tomonlar hozircha yangi variantlarni muhokama qilishni davom ettirmoqda. Mart oyida yana 50 kub metr gaz arzon narxda bo'ladi. Energetika vazirligi ma'lum qilishicha, 16-31 mart kunlari aholi qo'shimcha 50 kub metr tabiiy gaz uchun bazaviy narxda to'lov qiladi. Mart oyining birinchi yarmida 1-15 martda isitish mavsumi me'yor asosida 250 kub metr gaz qo'llangan. Oyning ikkinchi yarmi uchun esa 50 kub metr gaz ham bazaviy tarif 1000 so'm bilan hisoblanadi. 16-martdan boshlab 1-noyabrgacha har oy uchun bazaviy me'yorlar 100 kub metr etib belgilandi.
17-martdan metan zapravkalar cheklovlarsiz ishlay boshladi. Energetika vazirligiga ko'ra, ish vaqti cheklanmagan, demak, zapravkalar hozircha erkin rejimda ishlashi mumkin. Shu bilan birga bu tartib havo haroratiga va gaz bosimiga qarab vaqtinchalik saqlanishi mumkin. Farg'ona vodiysidagi shoxobchalning ish vaqti esa 19-martdan to'liq faoliyatini boshladi. Ramazonda Qur'on xatm qilgan qorilarga 10 million so'mdan berildi. Prezident qarori bilan Ramazon oyida vaqf fondi orqali diniy soha xodimlariga 80 milliard so'mdan ortiq moddiy yordam ajratildi. Mamlakat bo'ylab taroveh namozlarida Qur'on xatm qilingan qariyb 1800 ta masjidda xizmat qilgan 3600 dan ortiq qorilarning har biriga 10 million so'mdan hadya berildi. Shuningdek, ulamolar kengashining 100 dan ortiq faxriy a'zolariga ham 10 million so'mdan rag'bat ajratilgan. Imom xatiblar 7 million so'm, mudarrislar 4 million so'm, va mahalla mulalari 2 million so'm, masjid xodimlariga esa 1 million so'mdan berilgan. Islom sivilizatsiyasi markaziga kirish narxlari e'lon qilindi. Mahalliylar uchun chipta 60 ming so'm, individual tashrif 120 ming etib belgilangan. Xorijliklar uchun esa 25-50 dollar. Markaz Navro'z kunlaridan boshlab ish boshladi va har kuni 9:00 dan 22:00 gacha faoliyat yuritadi. Tashriflar asosan guruh shaklida tashkil etilib, o'rtacha 2 soat davom etadi. O'zbekistonga chetdan keladigan pul rekord darajaga chiqdi. 2025-yilda chet eldan qariyb 19 milliard dollar yuborilgan. Bundan 15 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Markaziy bankka ko'ra, migratsiya geografiyasi kengaymoqda. An'anaviy davlatlar bilan birga o'zbekistonliklar Yevropa va Osiyo bozorlariga ham faol kirib bormoqda. 2025-yilda AQSh va Koreyadan 600 million dollardan oshiq yuborilgan. Qozog'istondan 903 million, Turkiyadan esa 547 million dollar kelib tushgan. Kredit reklamalariga jiddiy cheklov qo'yilmoqda. Unga ko'ra, kredit va mikroqarz majburiyatlarini bajarmaslik moliyaviy xatarlarga olib kelishi mumkinligi aniq yozilishi kerak. Bu ogohlantirish reklama maydoni yoki efir vaqtining kamida 10% ni egallashi belgilanmoqda. Shuningdek, o'zi sodir etgan huquqbuzarligini targ'ib qilib internetda tarqatishga javobgarlik belgilovchi qonun loyihasi qabul qilib Senatga yuborildi. Bundan real hayotda sodir etilmagan sahnalashtirilgan holatlar mustasno. Soliqdan qarz bo'lsangiz, elektrga to'la olmaysiz. Yangi tartibga ko'ra, yer va mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorligi 1 million so'mdan oshgan fuqarolarning elektr to'lovlariga vaqtinchalik cheklov qo'yilishi mumkin. Avval fuqarolar bir necha bosqichda ogohlantiriladi. Agar qarz to'lamasa, elektr to'lovini amalga oshirish imkoniyati cheklanadi. Qarzdorlik yopilgach, cheklov avtomatik bekor qilinadi. Tizim apreldan Namanganda sinov tariqasida ishga tushiriladi va keyinchalik boshqa hududlarda ham joriy etilishi mumkin. Yaqin Sharqdagi keskinlik O'zbekistonda benzin narxiga ta'sir qildi. Hormuz bo'g'ozining yopilishi global neft narxlarini oshirdi va ichki bozorga ham ta'sir qildi. AI-92 benzini fevral oxirida birjada 12.083 so'mdan sotilgan bo'lsa, mart o'rtalariga kelib narx 12.700 so'm atrofida shakllandi. O'sish qariyb 5% ni tashkil qilgan. Shu bilan birga O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish kamayib, import esa keskin oshmoqda. Davlat idoralarida qog'ozdan foydalanish keskin qisqartiriladi. Yangi qarorga ko'ra, qog'oz, siyoh va printer xarajatlari har yili 15% ga kamaytirish rejalashtiriladi. 2026-yildan idoralarda qog'oz sarfiga cheklov joriy etilib, 20 ta xodim uchun bir dona printer ajratiladi. 1-iyunga qadar ishlatilgan qog'ozlarni yig'ish uchun maxsus chiqindi konteynerlar tashkil etiladi va ularni qayta ishlash korxonalariga yetkazish tizimi yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, har oy qog'ozsiz bir kun aksiyasi o'tkazilishi belgilangan. Bu haftalik dayjest edi. Kelgusi haftaning eng muhim yangiliklari bilan yana ko'rishamiz. Tangi o'zni kuzatishda davom eting.